Maska taqash Xitoy virus yuqumining oldini olishdagi muhim tadbirlarning biri. Ammo ba'zi kishilar maska taqashni faqatla xohlamaydi. Bu sababdan Indoneziya doiralari yangi jazo usulini yo'l qo'yib, maska taqashni xohlamaydiganlarni Xitoy virus yuqumini sababidan qazo qilganlarga qabri ko'lash bilan jazolab, maska taqmay Xitoy virusi bilan yuqumlanganlarning o'limdan boshqa davosining yo'qligini bildirgan. Kermi rayonining boshlig'i Soyunu navbatda qabristonlik qo'laydigan faqat 3 kishi borligini. Shunga maska taqmagan kishilarni ular bilan birlashishga avatib, 2 kishi bir guruh bo'lib, bir kishi qabrini ko'lashga, yana biri jasad sanduqini yulaydigan yog'och taxtaylarni qo'yishga mas'ul bo'lganligini. Bunda qilish orqali xalqlarga Xitoy virusi bilan yuqumlanib qolganlarning hech qanday davosi yo'qligini, shiddat bilan yo'qib tez o'ladiganligini, maska taqashning intayin muhim ekanligini ta'kidlab eskartgan. Jakartada yana bir qism kishilar maska taqmaganlik uchun jasad sanduqida 1 soatini yetish bilan jazolanib, Xitoy virusiga sal qarab o'zini va boshqalarni virus yuqumidan saqlamaganning oqibatining shu jasad sanduqi bo'lganligini jalloq ko'rsatgan. Indoneziya dunyodagi nufusi eng ko'p 4-davlat bo'lib, 16-sentabrgacha Indoneziyada Xitoy virusi bilan yuqumlanganlarning soni 228993 ga, qazo qilganlarning soni 9100 ga yetgan. Ammo haqiqiy sonliq ma'lumotlar buningdan yuqori deb qaralmoqda. Buningdan boshqa Indoneziya tibbiy xodimlarining o'lish nisbati Osiyo davlatlari ichida eng yuqori bo'lib, dunyo bo'yicha 4-o'rinda turdi ekan.